Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Kechagi chiqqan videom bo'yicha bir ma'lumot bor edi, shuni aytib o'tay degandim. Kecha omon bo'lsadi, qochinglar bo'lgan sababi o'sha Kolpinaga magazinga qarochi chiqibdi-da bir bala, o'zbek ekan, monolitka ishlaykan. Magazinga chiqib pivo ichibdimi, nima qilibdi-da, o'sha yerdan bir yosh qizchani xullas tegajoqlik qilibdi. O'sha qizchaga tegajoqlik qilgan, shuni keyin bu yerga qochib kirgan, bu stroykaga qochib kirgan. O'shani izlab kelish kerak bo'lgan ekan omon. Aka o'shani ushlamaguncha даже har kun boradi deydi. Mana bugun biz ishga ham chiqmadik. Shunaqa qilib bitta chiqoqdi deb, mana butun o'sha yerda stroykadagi hamma qocha-qoch, chopa-chop. Studentman degan joyimga kelsa, ko'pchilik nomiga student ekan, nima ekan, endiga mana studentskiy biletim. Studentskiy bilet emas, bu propusk. Institutga kiradigan propusk, studentskiy bilet alohida yotibdi. Короче, zavodchniy o'qiymiz. Zavodchniyda dokumenti, buni olib qarasa 1 tiyinga qimmat dokument. U bilan hech qanaqa dokument qilib bo'lmaydi. Ochni o'qisa, dokument qilsa bo'ladi, zavodchniyniki bilan qilib bo'lmaydi hech narsa. Shunday, o'zingga bir gap bordir. O'zing qochmayapsan, qolganlarni qochirib o'rgansan deganlar ham. Men ham o'zim ham oddiy ishchiman, ag'da stroykada. Prosta men dokumentim bor uchun men nima uchun qochishim kerak deb smushatsa qilib qochmaganman. Yo'q, men qochmayman. Kelsin, hamma narsam bor deb qochmadim. Keyin prosta nachalniklar kelib, vaqting ketadi. 5-6 soatga chiqsang yaxshi, bo'lmasa kechgacha olib turadi. Nima qilasan, kerakmi senga deganiga. Shoshmay, spokojniy chiqdim. Hatto kelmagandi ham, shu vaqtda ham yo'q edi hech kim. Shunaqa qilib bir o'zbek nafsini tiya olmay borib bir qizga tegajoqlik qilgan oqibatida shuncha odam halay bo'lyapti. Mana endi aytishlaricha, paka uni topmaguncha kechalari ham kelishi mumkin ekan. Ag'da vagonchada yashaydi ko'pchilik. Ular tinchi buzildi deb, ahmoqdi deb. Shunaqa gaplar, agar ism familiyasini kimligini bilsam, borib o'zim ushlab beraydim o'shani qolganlarga ziyon yetkazmasligi uchun. Xullas, shunaqa gaplar. Dokument bo'lsa, bunaqa vaziyatda dokument bo'lsa, любой odam ushlab ketadi-da, shtobi отпечатка oladi, o'qiladi, bu qiladi. Bir hisobdan o'sha ketganim ham yaxshi bo'lgan ekan chiqib. Prosta dokument проверять qilgan kelmaydi-da. Ular unaqa vaqtlar hamma yig'ishtirib olib ketib, отпечатка olib vaqt oladi. Xullas, shunaqa gaplar. Mana bugun ham ishga chiqmadik. Shuni aytib qo'yay degandim. Nomiga student ekan, deganlarga nomiga student emas, haqiqiy student, faqat zavodchniy. Kim biladi, Sankt-Peterburgda texnologik institut degan institut bor. Shu texnologik institutni bitiryapman, nasib bo'lsa. Va aytgancha Rossiyaga o'qishga kirmaylar. Yosh kattalar, mana farzandlaringiz agar Rossiyaning institutlariga o'qishga kiraman desa qo'ymanglar. Buni keyin bir alohida video qilaman, nima uchunligini, sabablarini. O'qishga kirgizmanglar balalaringizni Rossiyaning institutlariga. Bu haqida alohida video. Hozir birdan kommentariyaga kim nimalar deb tashamanglar, buni sabablari bor. Nima uchun kirish kerak, nima uchun kirmaslik kerak. Shuni hammasini tushuntirib video qilamiz. Hozircha shular. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Qo'llab-quvvatlagan hammaga rahmat. Yaxshi kunlarda ko'rish nasib qilsin hammamizga.